Елена Булашак иqtisodchi, shaharning 4-maktabi o'quvchisi o'zini kelajakda Qozon Federal Universiteti studenti etib ko'ra. Bugunga ul ilikkishi anisining yoratgan qizi. Bolasini o'li turmushga oyoq bosuv, ul da dulqinlanib qabul etdi. Дочка претендентка на медаль. Qizim maktabni medalga tamomlarga tura. Bik dulqinlanamiz, barliq shigorilishlarni qutlaymiz. Aybetkina imtihonlar topshirishga, o'qirga kirishga tilaymiz. Rahmat o'qituvchilarga, ular qo'ygan xizmat bik zo'r. So'nggi kungrov tantanasi ortda, olda birdam davlat imtihonlari, yuqori o'quv yurtiga kirish mashaqqatlari. Bugun esa yo'l yetargada bo'la. Shukr, istalikka foto yasovchilarda, videoga tushiruvchilarda yetarlik. Мы очень рады, но в то же время это очень грустно. Bizning uchun shodlikli kun bu. Shuliq vaqtda Mingsuda maktab bilan sovg'alashasi kelmay, kelajakka planlarimiz zo'rdan, borisida o'ngishli kelib shigar deb o'ylaymiz. Eng muhimi birdam davlat imtihonlarini topshirib attestat olirga. Bugun biz bayram etamiz. Сегодня у всех бешеное настроение, поэтому все... Bugun borisining da kayfi ko'tarinki, borisina da ko'ngilli, kulaylar, yilmayolar, shodlanalar. Все вы мечтали куда-то поступать, мечтали о красивой, хорошей жизни. И если, конечно, вы будете дальше учиться, трудиться, оставаться хорошими людьми, все эти мечты у вас, конечно, сбудутся. Viktorina, flashmob ham diskoteka. Bu bayramda shoyarib olirga da jiddiy bo'lmasqa da ruxsat etiladi. Eng qiziqli javoblar uchun totli bo'laklarda qaralgan. Ular uchun barliq shahar maktablari, shulayok Yakushkina, Shulpan, O'rtaqo'mishli, Momiq ham korreksion internat maktab shigorilishchilari turishdi. Я сегодня выпускаю 11 A класс в составе. Men 5 qiz 12 malay bo'lgan 11 A sinfini shigoram. Ular bilan bugun maktab bo'sag'asini otlab chiqam. Birgalab uli turmushga oyoq bosdik. Ularga turmushlarinda borisida o'ngsin, xiyollari shinga oshsin deb tilaysim kela. Rayondagi barliq shigorilish sinf o'quvchilarini birdam davlat imtihonlarini o'ngishli topshirib o'qirga kirularini tilayim. Oq bantli, forma kostyumli qiz yigitlarning bayrami so'ngga qadar davom etdi. 2017-yilda Nurlat maktablari bilan 258 bola sovg'alashdi. 578 o'quvchi 9-sinfni tamomladi.